Mana Nusratjon, bu parningiz hosilga kirgan parning, mana mevalarni ko'rib turibmiz. Endi bunga ham tushuncha bersangiz, necha yillik, shu bir sutlikda qancha nihol bor, mana qanchadan hosil beryapti, mana ko'raklarni ko'rib turibmiz. Bu limonlar qanaqa shular bo'yicha ham vaqt bering, aytib bering qani bular. Bu tushundim Ne'mat aka, bu mana o'sha Toshkent navli limon, mana yuqorisigacha solgan ekan. Hozir bu deylik bir tuxumi sarig'iday bo'lsa, bu Toshkent navli limon aka 12-yili, taxminan 12 yili bo'lib qoldi. Bir daraxt 12 yosh bu. Ha, 12 yoshda bo'lib qoldi. Bir daraxt 50-60 kilo soladi aka. Agar yaxshi oziqa berib qarasangiz aka 120 kilogacha soldi. Endi buni aka baholaydigan bo'lsak, mana shu yilning o'zida endi oldingi yilda endi masalan 2025-yilda 30 mingdan sotildi. Mana 50 kilo o'rtacha berdi dedim. 50 kiloyingiz ham aka 1,5 million pul bo'ladi. Endi yana borib daromadga taqaladi, 1,5 million bo'ladida 10 sutqa 130 ta ketadi. Demak 130 ta limonni deylik 100 tasini hisoblang Ne'mat aka 1,5 milliondan. Keling 1,5 million ham emas, 100 mingdan hisoblang. 10 sutqa yerdan 100 million bo'ladi aka, 100 million, 150 million daromad qilsa bo'ladi. Ha, u sotganda, saqlab turib sotganda bo'lsa 50 ming. Mana 2,5 million bo'ladi. Yana 1 million qo'shiladi. Mehnati kam, lekin daromad albatta, hosil daromad bo'ladi. Bunga masalan issiqlik yoqilmaydi, shu +2, +5 bilan chiqsa bo'ladi. O'sha qattiq sog'larda mana ko'mir yoqib olib chiqqan bo'lsa. Agar ekin sog'igan bo'lsa, uchiga solmaydi, pastiga soladi. Bu demak plus bilan chiqqan ekan. Ko'chatlar necha yosh aka? Bu o'sha aytdim-ku 12 yoshda ko'chatlar bo'lib qoladi. Ha. Endi buni yutug'i shunda bo'ladiki, Ne'mat aka, mana bir ekkandan keyin yo'lini qilsangiz, xuddi bir sog'in siginday har yil aka terib sotaverasiz. Keyin buni yoshi o'tgandan keyin aka xuddi bir o'rikka o'xshagan, masalan, yoki bir olmaga o'xshagan faqat hosil beradi. Necha yilda o'tadi? 12 yil o'tadi. Necha yil yana? 3-yildan hosilga beradi. Yo'q, hozir qarish necha yil bo'ladi? Qarish endi hujjatlanish bo'yicha, hujjat aytilish bo'yicha 38 yilda to'liq qariydi. Demak, bunga xudo xolasa qo'rqmay ko'rsa bo'lar ekan. Nabiralar bor, ertaga xudo xolasa sizga ham menda ham. Hozir biz nimaga xato qilamiz-da, Ne'mat aka? Bir narsani xatomizni aytib o'taylik. Biz olamizda aka, masalan, ertachi ekin ekanmiz yoki bir martalik ekin ekanmizda, keyin daromad bermadi deb o'tiramiz. Biz mukammallashib bitta sohani ushlashimiz kerak ekan. Masalan, limonchilikmi, boshqami. Shunda bo'ladi. Hozir butunlay oladigan bo'lsak aka, bu 30 mingdan 50 minggacha bo'lganlar juda katta. Chunki masalan, o'rtacha baholaydigan bo'lsam, o'sha 30 mingga aka ko'p narsa beradi. 50 mingdan tushgan yo'qda narxlar. Hozir 50 ming aka. Masalan, deylik 4 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, misol 2 kilo sabzi yoki 4 ta non oladigan bo'lsangiz, 50 ming bo'lsa, demak bu katta pul ekan. 1 kilo limonga. O'sha uchun hozir biz niyat qilib o'tiribmiz. Mana biz Turon bank bilan ishlaymiz, to'g'ri gap. Xudo xolasa mana shularni qadoqlaydigan apparatlarni Xitoydan olib kelmoqchimiz. Borib shartnoma qilib kelganmiz va qayta ishlaydigan. Yani soddaroq qilib aytganda, bularni o'sha ikkinchi sort, uchinchi sortlarini quritish yoki murabbo qilish. Bu narsa ham aka mana Xitoy davlatiga ko'rdim. Xullas 1 kilo murabbo aka kamida $6-7 Demak biz shuni murabbosi. Ha, murabbosi. Irib ochilib qo'yganlar bo'ladi. Ha, masalan, undan tashqari tuxumday bo'ladi, tuxumdan mayda bo'ladi, chala pishgan bo'ladi. Yana aka bizada bunda 5% masalan kislota, 4% kislota bilan 1% shakar, 5% masalan imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, boshqa limonlarda zo'rg'a 3% aka kislota bor. Shu tomondan agar biz ham uni murabbo qilib yoki quritib sotadigan bo'lsak, jahon bozorida birinchi turadi. O'sha Xitoyga borganimizda ham buni yeb ko'rib, ular haqiqatan ta'miga ta'm berdi. To'g'risi, ularda 2,5 ming gektar ekan. Limon. Ha, 2,5 ming. U juda katta narsa ekan. Ularda xuddi paxtaga o'xshab o'sha tuzilib, paxtaga o'xshab yig'ilib, chet-ellarga sotilar ekan. Bizda ham xudo xolasa aka ulardan o'tamiz. Mana hozir sizlarga o'sha yammalada qilsa ham bo'ladi. Yammalada kamroq beradi, yammalada lekin garantiya sog'urmaydi. Sizlar mana shuni yo'lga qo'yishlaringiz kerak. Chunki men sizlarning o'sha dash qismlarini bilaman aka. Biz yerdan foydalanishni bilmaymiz-da, keyin daromad ololmadik deb o'tiramiz. Mana hozir masalan deylik, 10 sotiq yerni baholaydigan bo'lsak, keling 5 tonna berganda ham, mana masalan 30 dan berganda 150 million bo'ladigan bo'lsa aka, bu 150 millionni yig'ish uchun masalan nechta buqa boqish kerak yoki nechta tovuq sotish kerak bo'ladi. Yoki masalan necha tonna bug'doy, mana bug'doy necha pul? Keling 4 ming bo'lsanda ham misol 4 ming bo'lganda ham aka, keling 30 tonnasi 120 ming bo'ladi. Demak 30 tonna bug'doy. Ana. Shunday. 30 tonna bug'doy sotish kerak bo'ladi. Endi katta xarajat bo'lib ketadi. Odamlarni shu o'rgatishimiz kerakda, shu limonchilikka ham boshlansa ekan, nasib bo'lsa shu qilib
Xudo xohlasa. Mana Bir o'rgandik garikda. aka, mana shuni Bu hozir kesidan- necha sotik bor bu yerda? Shu katta. Hozir bu 10 sotik. 10 sotik. Jami 1 10 gektar. sotikdan 10 masalan sotik haqida ma'lumot berdim sizga. qancha daromad olasiz? 10 sotikda shu masalan Turmang, hech bo'lmasa agar deylik o'xshamagan taqdirda ham bir 60-70 million olasiz. yo'q joydan bu Ha, yerda. masalan deylik 1 tonna, 1,5 tonna chiqqanda, lekin 2,5-3 tonna chiqqanda ham masalan yaxshi daromad bo'ladi. Agar qarab tursangiz 150-100 million atrofida bo'ladi. Rahmat. Bularni ta'rif qilamiz. Ha, yana- Garikda Adir